Varikozlardan qo'rqadigan homiladorlar qani yaqinroq kelinglar. Oyog'imizdagi varikozlar qanchalik ko'p bo'lmasin, baribir keservaga ko'rsatma bo'la olmaydi. Qachonki ko'rsatma bo'ladi, agar oyoq varikozlarida tromb turib qolsa, unda keservaga ko'rsatma bo'ladi. Keyin jinsiy lablaringlarda ham varikozlar chiqib ketsa, tuqqaninglardan keyin ko'pi kirib ketadi, xavotir olmanglar. Agar nihoyatda shoda uzunga o'xshab chiqib ketgan bo'lsa, buni maslahatlashasizlar. Chunki bu yoqda ko'payib ketgan varikozlar tug'ruq yo'lida, ya'ni qinda ham juda ko'p bo'ladi. Lekin kelinglar, mantiqan o'ylab ko'raylik. Tug'ruq yo'lida varikoz bor va uni tuqqaninglarda yorilib ketdi. Sizlar qon yo'qotasizlar. Uni 20 minut ichida taxminanda mutaxassislar topishadi va uni tikib qo'yishadi. Bo'ldi, olam guliston. Lekin sizlar shu riskdan qochib, butun boshli keserva qildirmoqchisizlar. Unda qancha qon yo'qotilish, qancha katta operatsiya, narkozlar olishinglar, buni bir taroziga qo'yib ko'ringlar. O'tgan istoriyada varikozlar haqida aytdim, yana endi uni davomi qaranglar. Sizlar qo'rqadigan yana bir narsa. Matkalar atrofida, mana Dopplerda skriningda tekshirayotganimda, Zulayho opa, mana varikozlarim bor ekan, yomon bo'lib ketibdi deb qo'rqasizlar-da. Xo'p, bunda mantiq nima? Xo'p, mayli yomon bo'lib ketibdi, nima qila olasizlar? Baribir hech narsa qila olmaysizlar. Xo'p, og'rityapti. Nima qila olasizlar? Unda ham hech narsa qila olmaysizlar. Ko'pchilik mutaxassislar Fleboid 600 ni 2 mahal 1 oyga yozib berishadi. Balki shularni ichsanglar ham yaxshi bo'ladi. Lekin o'zim ham ko'rganman rezultatlarini. Zulayho opa, varikozlarim og'riqlari ketdi deyshadi. Xo'p, matkada varikozlar katta bo'lsa ham baribir o'zingizlar tug'asizlar. Tushundinglarmi? Qachonki 20 mm dan oshib ketsa, xavf ko'rsatkich bo'lib nazoratga olinadi. Keservaga to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma emas bu.